Assalomu alaykum. Hurmatli kuzatib boruvchilarimiz, mana ko'rib turganinglar Dehlida joylashgan yana bitta Fortis Escort klinikasi buni. Xalqaro bemorlarga ajratilgan onamiz. Zorlashmani kuzatishda davom etinglar. Qanday sog'lig'i. Safo yo'liga qo'yilgan stentlarni videosi. Yaxshi o'tdi hammasi. Allohga shukr, yaxshi bo'ldi, hammasi yaxshi o'tdi. Hozir ko'rib turgan holatinglar bu Fortis klinikasida, ya'ni Fortis Escortda bo'lib o'tdi. Bu jarayon VIPC va tekshiruvga keldik. O'sha stendni olib tashlash kerak edi. Ichida bitta stend bor edi, Safo yo'lidagida. Safo yo'lidagi stendni olib, o'rniga shu 5 ta yana stend qo'yishibdi. Bu xudo xolasa ma'lum bir muddatga yetib berishga. Inshaalloh hammasi yaxshi o'tdi dedim. Mana shu jarayondan keyin ham yaxshi bo'lib ketish ehtimoli juda ko'proq deb aytishdi. Alloh dardlarga shifo bersin, mushuklarni oson qilsin, sog' bo'lsinlar. Doim duoda bo'linglar, tezroq sog'ayib oyoqqa turib, O'zbekistonga qaytib ketsinlar, sog' bo'linglar. Albatta izohlan qoldinglar. Like bosishni unutmanglar, duoda bo'linglar. Rahmat, boringlarga shukr. Azipa, qalaysiz? Qalay? Yaxshisiz-ku? Bugunni o'zida bir kunda bo'lib qolamiz, qarang. Yaxshiyam ketmadi. Allohga shukr. O'zimizda qiynalib ekan. Yaxshimisiz hozir? Allohga shukr, qarang, mana yurishga kelib oyoqlarim bilan. Bugun kelibsiz, qachon keldingiz? Bugun o'zi qilishdingiz. O'zingiz asrang. Biz endi qaytdik. Sekin borib yotoqxonaga borib, opa dam oladilar. Xudo xolasa yana 1-2 kundan keyin kelib bitta ko'rinib ketamiz nasib. Albatta voqea davomlarini qo'yib boramiz. Izohlan qoldiringlar, like bosishni unutmanglar. Sog' bo'linglar, duoda bo'linglar. Albatta duoda bo'linglar. Iloyim, akalar uchun duoda bo'ling. Sog' bo'ling. Duoda bo'linglar, sog' bo'linglar. Kasal bo'lmanglar.